Hammaga salom do'stlar. Bitta kanalga xush kelibsizlar. Bugun biz Python bo'yicha kurslarimizning 22-darsini olib o'tamiz. 22-darsimizning mavzusi bizga kolleksiyalar mavzusi hisoblanadi. Kolleksiyalar bilan biz bitta o'zgaruvchanlik linki orqali bir nechta ma'lumotlar bilan ishlashimiz mumkin. Ya'ni kolleksiya turiga kiradigan bir o'zgaruvchanlik linki bir nechta ma'lumotlar bilan ishlashi mumkin. Va bizda kolleksiyalarni 3 xil turi mavjud bo'lib, ular quyidagilar hisoblanadi. Birinchisi ro'yxat. Ro'yxat kolleksiyasini biz ishga tushirishimiz uchun quyidagi qavslardan foydalanamiz va ro'yxat kolleksiyasi bizda tartib bilan bo'ladi va biz u tartibni o'zgartirsak ham bo'ladi. Va ro'yxat kolleksiyasida biz duplikatsiya qilsak ham bo'ladi va keyingi kolleksiyamiz esa bizda to'plam kolleksiyasi bo'lib, u quyidagi qavslar bilan qo'yiladi va u kolleksiya tartibsiz bo'ladi va biz u tartibsizlikni o'zgartira olmaymiz va unda duplikatsiya bo'lmaydi. Va uchinchisi esa bizda kortej kolleksiyasi bizda quyidagi o'sha oddiy har doimgi qavslar qo'yiladi va u tartibli bo'ladi va biz u tartibni o'zgartira olmaymiz. Ya'ni u har doim tartibligicha qolaveradi va unda ham biz duplikatsiya qila olamiz. Keling, birinchi bo'lib bizda o'zgaruvchanlik linklari qanday ishlashi va ya'ni biz ular bilan qanday qilib bitta ma'lumot bilan ishlashimiz mumkinligini eslab olamiz. Masalan, keling, bu safar o'zgaruvchanlik linkiga meva misolida o'zgaruvchanlik linkini olamiz. Meva teng masalan xohlagan bir meva, ya'ni masalan olma deb yozamiz va pastdan biz print meva deb yozsak bo'ladi. Hozir biz bu narsani meva qilsak, ya'ni meva deb yozsak bizga olma degan javob chiqib keladi va biz mana bu yerga olma deb yozsak bizga baribir olma degan javob chiqib keladi va bu to'g'ri aytishingiz mumkin, ikkalasida bir xil, ammo bizda mana bu string juda ham uzun bo'lganda bizda bittagina ya'ni o'zgaruvchanlik linki bizda juda katta foyda beradi va bugungi o'tadigan mavzuyimizda biz ya'ni bir nechta ma'lumotlar bilan ishlayotgan vaqtimizda ayniqsa bu o'zgaruvchanlik linki juda ham katta foyda beradi. Va yana bir narsa, bugungi darsimizda biz ro'yxat kolleksiyalari bilan ishlaymiz va keling endi kolleksiya belgisini qo'yamiz. Birinchi bo'lib biz olma deb qo'yamiz va olmani tashqarisidan o'sha aytib o'tgandek birinchi bo'lib mana bu yerdagi ro'yxat qavslari belgisini qo'yamiz va endi biz bu qavslarni qo'yganimizdan so'ng biz yana bir nechta ma'lumot yozishimiz uchun biz quyidagi ya'ni vergul belgisini qo'yamiz va undan keyin biz xohlaganimizcha ya'ni ma'lumotlar kiritishimiz mumkin bo'ladi. Keling, masalan, ikkinchi mevaga masalan nok deb yozamiz va uchinchi mevaga masalan banan deb yozamiz. Va endi biz pastdan print meva qilsak, biza ko'rib turganingizdek quyidagi shaklda, ya'ni qavsni ichida va bittali qo'shtirnoqlar ichida vergullar orqali ular ajratilgan va o'sha bittali qo'shtirnoqlar ichida bizda 3 xil tepadagi mevalar nomi chiqib keldi. Va boya aytib o'tganimdek bizda quyidagi hollarda birgina o'zgaruvchanlikni juda ham foyda beradi va biz agar bu ya'ni kolleksiyalar bo'lmaganda va o'zgaruvchanliklar bo'lmaganda biz har bittasini alohida, ya'ni olma, nok, banan deb yozib chiqishimiz kerak bo'lgan edi. Va bularni masalan sizga yana buni ochaylik. Agar mana bu turdagi ma'lumotlar kelishi yoqmasa, biz bemalol for komandasini ishlatishimiz ham mumkin. Bu yerda for x in meva deb yozamiz. Ya'ni mana bu yerdagi ma'lumotlar joylashgan o'zgaruvchanlik linki qo'yamiz va pastida shunchaki print meva deb yozib qo'yamiz. Va mana buni o'chirib turamiz. Va negadir mana bunaqa chiqdi. Keling, mana bu yerga mevani qoldirsak-chi. Print meva deb yozsak, bizda negadir mana bunday javob chiqdi. Biz mana bu yerga print meva emas, x deb yozishimiz kerak edi, chunki biz for x ya'ni x ga beryapmiz va endi javobni ko'rsak, ko'rib turganingizdek bizda barcha o'zgaruvchanlik linklari mana bunday takma-tak tarzda chiqib keldi. Va endi biz bemalol print mevani o'chirib tashlab, biz quyidagi tarzda ma'lumotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bizda barchasi
takma-tak tarzda, ya'ni ortiqcha belgilarsiz chiqib keldi. Endi biz ya'ni kolleksiyalar bilan biz asosan o'zi kolleksiyalar bilan biz funksiyalar bilan ishlaymiz. Ya'ni funksiyalar mavzusini biz oldingi darslarda o'tganmiz va siz allaqachon funksiyalar nimaligini bilasiz. Va agar siz u videorolikni ko'rmagan bo'lsangiz, albatta siz Speedtech kanaliga o'tib, ya'ni undan keyin Python dasturlashtirish playlistdan funksiyalar mavzusini ko'rib, ular haqida tushuncha olishingiz mumkin bo'ladi. Va keling, mana buni qaytaramiz va pastdan biz ya'ni birinchi funksiyamizni boshlaymiz. Va yana bir narsa bugun darsimizga o'tadigan, ya'ni qisqagina qilib o'tib ketamiz. Bu indekslash. Indekslashni ham biz alohida mavzu bor indekslash haqida. Uni ham boya aytib o'tgandek, bitta kanaldan ya'ni Python dasturlash tili playlistdan topishingiz mumkin bo'ladi. Va bizda mana bu indeks belgisi bizni meva, ya'ni o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumot nechinchi o'rinda turganligi va nechinchi o'rindagi ma'lumot, ya'ni biz kiritgan o'rindagi ma'lumotni bizga chiqarib berishi mumkin. Va o'sha indekslash mavzusida o'tganimdek, bizda birinchi son Pythonda 0 bilan belgilanadi. Ya'ni bizda eng boshlang'ich joylashuv bizda 0-chi joylashuv hisoblanadi. Va agar biz bu yerga 0 deb yozsak, hozir bizda birinchi olma degan ma'lumot chiqib kelishi kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek, bizda 0-chi, ya'ni birinchi o'rinda olma turibdi. Va agar biz bu yerga 1 qo'yadigan bo'lsak, bizda nok degan javob chiqib keladi. Chunki bizda ya'ni 0, 1, ya'ni ikkinchi o'rin o'rniga bizda 0, 1 raqamida turibdi desak ham bo'ladi. Va bu yerga endi 2 qiladigan bo'lsak, bizga 3-chi banan ma'lumoti chiqib keladi. Ko'rib turganingizdek, bizda barchasi to'g'ri ishladi. Va biz yana boshqa narsalar ham qilsak bo'ladi. Bularni biz o'sha indekslash mavzusida o'tganmiz. Agar biz mana bunday ikkita nuqta va 2 deb yozadigan bo'lsak, bizda har ikkita bo'lgan ma'lumotlar chiqib keladi va ko'rib turganingizdek, birinchi olma va bitta tashlandi, ikkinchisi banan. Ko'rib turganingizdek, bizda har ikkitasi bo'ylab ma'lumotlar chiqdi. Va agar biz mana bu yerga bitta nuqta 2 qiladigan bo'lsak, bizda birinchi ikkitasi chiqib keladi. Ya'ni 0-dan ikkinchigacha bo'lgan ma'lumotlar chiqib keladi va biz buni mana bu yerga 0 qo'ysak ham bizga hech narsa o'zgarmaydi. Baribir ham shu ma'lumotlar chiqib keladi. Va yana bir narsa, biz ya'ni ma'lumotlar ketma-ketligini teskarlashtirishimiz mumkin va buning uchun biz -1 deb yozamiz va ko'rib turganingizdek, bizda olma nok banan emas, banan nok olma. Ya'ni ular ketma-ketligi qarama-qarshilandi desak ham bo'ladi. Keling endi funksiyalarga o'tamiz. Birinchi bo'lib biz mana bularni indekslash belgilarini o'chiramiz va pastdan nuqtalar, ya'ni funksiyalar bizga quyidagi nuqtalardan keyin funksiyalar turini yozishimiz mumkin bo'ladi. Va birinchi funksiyamiz bizda append funksiyasi hisoblanadi. Append funksiyasi bizga ya'ni tepadagi o'zgaruvchanlik linkni ichiga boshqa ma'lumotlarni qo'yishga yordam beradi. Masalan, keling yana bir meva yozamiz. Masalan, anor deb yozadigan bo'lsak va javobni ko'rsak, ko'rib turganingizdek, bizda olma, nok, banan, anor va bizda anor degan yangi ma'lumot qo'shsak desak ham bo'ladi. Ya'ni bizda append funksiyasi ma'lumotlarning ketidan yana bir ma'lumot qo'shib beradi. Ko'rib turganingizdek, bularni misol tariqasida biz olma, nok, banan bizda bor edi va biz append funksiyasi orqali yangi ma'lumotni ularning ketidan qo'shdik va bu anor hisoblandi. Keling, keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz bizda remove hisoblandi. Remove degani barcha bilgandek bizda olib tashlash degan ma'noni anglatadi. Ya'ni biz tepadagi ma'lumotlar yig'ilmasidan xohlagan bir ma'lumotni olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, keling nokni olib tashlaymiz tepadan va javobni ko'rsak, bizda nok olib tashlandi va olma va banan ma'lumotlari qoladi, ya'ni mevalari qoladi. Keling keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz bizda insert hisoblanadi. Insert ham bizda xuddi appendga o'xshaydi, ammo unda biz ya'ni yangi ma'lumot qaysi joydan, ya'ni nechinchi o'rindan qo'shilishini ham biz unda belgilashimiz mumkin bo'ladi. Keling, masalan, eng boshidan qo'shilsin desak, 0 deb yozamiz, ya'ni 0-chi o'rindan va yana o'sha anorga qaytamiz. Anor o'sha mevasini, ya'ni yangi ma'lumotni qo'shamiz deymiz va ko'rib turganingizdek, bizda boshidan anor paydo bo'ldi. Va agar biz buni 1 qiladigan bo'lsak, bizda olmaning ketidan paydo bo'ladi. U anor ma'lumoti ko'rib turganingizdek, olma, anor, nok, banan. Va agar biz buni 4 qiladigan bo'lsak, bizda oxiridan paydo bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bizda olma, nok, banan, anor degan javob chiqib kelgan. Ya'ni 4 oxirgi qatordan
paydo bo'ldi bizning holatda. Keling, keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz bizda sort hisoblanadi. Sort tartiblash degan ma'noni anglatadi. Biz buni orqasidan tezroq yozishimiz kerak emas, ya'ni qarsini ichiga va javobni ko'rsak bizda banan, nok, olma degan javob keldi. Nega bunday bo'ldi? Bu ketma-ketlik teskarilandi emas, balki bizda sort tartiblash degan ma'nosi bilan bu inglizcha alfabet bo'yicha bizda harflarning boshlang'ich, ya'ni ma'lumotlarning boshlang'ich harfiga qarab ularni tartiblaydi desak ham bo'ladi. Ya'ni bizda inglizcha alfabetda bular orasidagi eng birinchisi B kelganligi sababli B keldi va B'dan eng yaqini N va undan keyin O keladi. Keling, sizga buni misol tariqasida mana bu tarzda keling ABCni aralashtirib yozamiz. Masalan, CA B deb yozadigan bo'lsak, ya'ni ko'rib turganingizdek bizda barcha chalkasi holda turibdi va biz buni qiladigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda barchasi ABC bo'lib, ya'ni inglizcha alfabet bo'lib barchasi to'g'rilandi desak ham bo'ladi. Ya'ni bizda sort funksiyasi inglizcha alfabet bo'yicha ma'lumotlarning birinchi harfiga qarab tartiblaydi. Keling, keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz bizda reverse hisoblanadi. Reverse ham bizda xuddi indekslash belgilariga, ya'ni -1 qo'yganimizdek ma'lumotlarni teskari tarzda yozadi. Keling, mana bu yerga yana bir meva qo'shamiz, o'sha anorni qaytaramiz. Ya'ni ko'proq ma'lumotlar bo'lib chiroyliroq, ya'ni sezilarliroq o'zgarishlar bo'lishi uchun. Va bizda boshida olma, nok, banan, anor edi va teskarisida esa bizda javob anor, banan, nok, olma degan javob chiqib keldi. Keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz bizda clear hisoblanadi. Clear bizda o'sha bu ham inglizcha so'zdan olingan bo'lib, o'chirish degan ma'noni anglatadi va bizda bu meva ichidagi ma'lumotlarning barchasini o'chirib tashlaydi. Keling, keyingi funksiyamizga o'tamiz. Keyingi funksiyamiz bizda index funksiyasi hisoblanadi va bizda o'sha indeks ham, ya'ni bizda o'sha o'rindagi ma'lumotni emas, balki teskarisi, ya'ni ma'lumot qaysi o'rinda turganligini o'lchab beradi. Va keling, masalan, bu yerda masalan 3-o'rindagi bananni topishni so'raymiz. Ya'ni biz masalan bilmasak, ammo bu yerda banan borligini bilsak va u aynan nechinchi o'rindaligini turmoqchiligini bilmoqchi bo'lsak, bu yerga banan deb yozamiz va javobni ko'rishdan oldin biz bularni print qilib olishimiz kerak bo'ladi. Print qilsak va javobni ko'rib turganingizdek bizda 2 chiqdi. Ya'ni 0, 1, 2 o'rinda turibdi. Xo'p, bugungi darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va yana bir marta qaytaraman, bugungi darsimiz kolleksiyalar mavzusi edi va kolleksiyalar bilan biz ko'rib turganingizdek, bitta meva o'zgaruvchanlik linki bilan biz 4 ta meva bilan ishladik. Ya'ni bizning holatda meva edi. Siz xohlagan ma'lumotlar bilan ishlashingiz mumkin va xohlagan o'zgaruvchanlik linkingiz bilan. Va ko'rib turganingizdek, bugun biz ro'yxat funksiyasi, ya'ni kolleksiyasi bilan foydalandik va u bizda tartib bilan chiqdi. Tartib bilan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bizda qanday bo'lsa ular o'sha tartibligicha qolaveradi va uni o'zgartirsa bo'ladi. Ya'ni o'sha reverse qildik biz va append bo'lib biz ularning tartibini o'zgartirdik. Va keyingisi bizda to'plam. Siz xuddi shu narsalarni quyidagi, ya'ni mana bu yerga bu qavatlarni qo'yish orqali qilsangiz bo'ladi va u tartibsiz bo'ladi va o'zgarmas. Ya'ni siz tartibni o'zgartiruvchi funksiyalarni bunga qo'llay olmaysiz. Va uchinchisi bizda kartosh, u tartibli bo'ladi va uni ham